Barchaga salom. Mening ismim Mirosh Suyunov. Men Xitoy Xalq Respublikasida joylashgan Zhejiang Normal universitetiga Education Science magistratura bo'limiga qabul qilindim. Men 2023-yil Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetini tamomladim. Undan so'ng 2 yil davomida pedagogik faoliyat bilan shug'ullandim. Va shu faoliyatim davomida aynan magistratura bosqichini xorijda o'qish niyati tug'ildi. Shaxsiy tajribamga tayangan holatda men Vengriya universitetiga hujjat topshirdim. Afsuski natijalar men kutgandek bo'lmadi. Undan so'ng Instruct jamoasi bilan ishladim va Kanadaning Niagara Falls universitetiga o'qishga qabul qilindim. Aynan viza jarayonidagi xavotirlar sabab men o'qishimni Xitoy Xalq Respublikasida davom ettirishga qaror qildim. Bu davrda Instruct jamoasi menga har tomonlama yordam berdi va qo'llab-quvvatladi. Bu konsalting firmaning qulayligi, u moslashuvchan edi. Men qaysi davlatda, qaysi universitetda o'qishni xohlasam, shu tarafni har taraflama qo'llab-quvvatladi. Albatta tavsiya qilaman. Men Instruct jamoasi bilan ertaroq ishlaganimda, balkim Vengriyada o'qiyotgan bo'lar edim.